Bugun sizlar bilan uyda bor masalliqlardan juda ham kam xarj bo'lgan, yumshoqqina mazali chiqadigan pirojka tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib kartoshkalarimizni qaynatgani qo'yib olamiz. Keyin iliq suvimizga dro'jji, tuz, un solib xamir qorib olamiz. O'sha xamir holatiga kelgandan keyin ozgincha o'simlik yog' solib, issiq joyga oshirgan olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni zuvalachalarga bo'lib chiqamiz. Shunaqa yumshoq xamir bo'ladi. Qo'limizni yog'lab zuvalachalar qilib chiqamiz. Zuvalachalarimizni ham ustini yopib tindirib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan pyrelarimizga sariyog', tuz solib, yaxshilab ezib tayyorlab olamiz nachinkasini. Sosiskalarimizni ham bo'lib olamiz. Sosiskali ham qildimmi? Endi bitta tingan xamirlarimizni ochib, nachinkasini solib, tugib, tayyorlab, yana ustini yopib qo'yamiz. Hammasini tugib bo'lganimizdan keyin bitta olib, shunaqa ochib, juda ham qizib ketgan bo'lishi kerak emas. Yog'iylar bo'lmasa tez qizarib, ichlari pishmay qoladi. O'rtacha olovda qizartirib pishirib olamiz hammasini. Mazasi juda ham zo'r chiqadi. Ustlari qarsildoq, ichlari yumshoqqina bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Like bosishni esingizdan chiqarmanglar.